Siz juda talantli bir odamsiz va sizni perspektivangiz juda katta. Hamma sizga ishonadi. Lekin agar sizda to'g'ri tizim bo'lmasa va o'zingizni tushunib yetolmagan bo'lsangiz, shu video sizga yordam berishi mumkin. Bugun biz siz bilan qanday to'g'ri tizim tuzishni Smart sistemasi bilan ko'rib chiqamiz. Mening ismim Vohidov Mirzabek. Boshladik. Siz har ertalab o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? O'zi shu yashayotgan kunim va yashayotgan hayotim bu men xohlayotgan hayotmi yoki menga qayerdadir navizat qilgan hayotmi? Ota-onalar yoki sotsial tarmoqdagi ko'rsatayotgan videolar sizga ta'sir etadimi? Ko'pchilik odam sotsial setda qolib ketgan. Unda hech qanaqa rivoji yo'q va tizim haqida ham gap ketmayapti. Men sizga bugun qanday qilib siz o'zingizni va qanaqa tizim bilan men ishlab kelishim yo'lini ko'rsatib kelmoqchiman. Odam individualni bo'ladi. Har bir odam o'zini arxetipi bo'ladi. Va men sizga bitta maslahat beraman. Big 5 test degan testni o'tib ko'ring. 30 minut vaqtingiz ketishi mumkin. Lekin siz qanaqa odamga predrasположенностьligingizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, siz introvert yoki ekstrovert bo'lishingiz mumkin. Siz kimdir bilan yaxshi gaplashib, birovlar bilan zamknutый bo'lishingiz mumkin. Mana shu hamma narsa odamni individual arxetipi bo'ladi. Va shu testni o'tib ko'rganingizdan keyin siz qanaqa odamligingizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va shundan ketib siz o'zingizga qanaqadir hayotiy soha tanlab rivojlanib ketishingiz mumkin. Masalan, siz agar sotsial odam bo'lsangiz, odamlar bilan muloqot qiladigan bo'lsangiz, siz marketolog yoki Instagramda o'zingiz blogingizni yuritib yursangiz bo'ladi. Agar siz zamknutый odam bo'lsangiz, siz programmirование yoki ofislarda ishlab yursangiz bo'ladi. Va bunaqa misollar juda ko'p. Va shu joyda men to'xtagim kelmayapti. Keling biz siz bilan qanday to'g'ri tizim tuzish haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi aytmoqchi bo'lgan bitta katta mavzu bu qanday qilib siz o'zingizni tizimingizni smart sistemasi bilan yuritishingiz mumkin. O'zi ingliz tilida smart degan so'z bor. Bu aqlli, nodon degan so'z anglatadi. Siz juda aqlli bo'lishingiz mumkin. Lekin smartni o'zini abbreviaturasi bor. Har bir so'z smart so'zni o'zini qadri bor va uni smysli bo'ladi. Keling biz siz bilan qanday qilib siz smart sistema bilan o'zingizni tizimingizni qursangiz bo'ladi. Smart sistema bu o'zi nima? Bu juda o'zingizni aniq va konkretika qo'yadigan shart va shu sistema bo'yicha o'zingizni yuradigan, maqsad qo'yadigan yo'lingizni tarzi deb aytsam bo'ladi. Smartni abbreviaturasi aytganimdek, hozir birma-bir o'tib chiqamiz. Boshida aytganimdek, biz o'zimizni aniqladik. Biz kimligimizni. Chunki siz o'zingizni kimligingizni bilmasangiz, boshqa punktga o'tish bu juda noqulay bo'ladi va nosozlik bo'ladi. Siz o'zingizni bilmay turib tizim qurishingiz bu уже mexanizmni boshida noto'g'ri qo'yadigan konfiguratsiya hisoblanadi. Smart sistemaga keladigan bo'lsak, S so'zi specific degan so'zni anglatadi va buni ma'nosi juda anoli bu konkretika. Sizni maqsadingizda konkretika bo'lishi kerak, aniqlik. Agar siz shu aniqlikni kirita olmasangiz, bu уже boshida noto'g'ri aytgandek konfiguratsiya bo'ladi. Ikkinchi mavzu bu measurable. Bu nima degani? Bu o'lchanadigan miqdordagi maqsad. Qo'yadigan maqsadingiz o'lchanadigan bo'lishi kerak. Agar o'lchanadigan bo'lsa, bu может быть mana shunaqa atrofdagi narsa. Uchinchi narsa bu achievable yoki attainable. Bu nima degani? Bu erishish mumkin yoki amalga oshira oladigan narsa. Ichingizda kelib chiqib bo'ladigan narsalar tushunishingiz uchun. To'rtinchi narsa bu relevant. Relevant nima degani? Bu muhim. Qanchalik muhim? O'zi qilayotgan vazifangizda sens bormi yoki yo'qmi? Va oxirgi bu time bound, bu muddatli vaqt bilan cheklangan ограничение. Siz o'zingizni shu ramkalarga tiqishingiz kerak va shu deadline ichida o'z vazifangizni bajarishingiz kerak. Keling biz siz bilan shu tizim orqali o'zimizga bitta katta maqsad qo'yamiz. Specific konkretika bo'yicha keling biz sizga o'zimni misolimda yozib chiqaman. Bu masalan личный brend qurish, Instagramda. Личный brend. Konkretika nima? Instagramdanmi? Keyin Instagramda yozamiz. Instagram.
Bizda konkretika maqsad bor. Bu Instagramning ichida content yuritish. Ikkinchi bu measurable. O'lchanadigan narsa. Sanchi biz o'lchanadigan maqsad qo'yishimiz kerak. Masalan, bir oyning ichida 12 ta reels chiqarish. 12 ta reels. 12 ta reels bir oyning ichida. Bizni o'lchanadigan maqsadimiz. Achievable yoki attainable. Bu bizani erishish mumkin yoki amalga oshira oladigan maqsad. Shu joyda to'xtab o'tmoqchiman. Shu joyda biz o'zimizni возможностимizga qarab o'tishimiz kerak. Agar biz o'zimizni sharoitimizga kelib chiqmasak va juda nerealniy narsa qo'ysak, bu narsaga biz, конечно, erisha olmaymiz. O'shaning uchun bu yerda realniy narsani qo'yish kerak. Masalan, bir haftaning ichida 3 ta yoki 4 ta reels olish kerak. Va bir haftaning ichida, bir kunning ichida, получается, bir haftaning ichidagi bir kunda biz mana shu 3 ta yoki 4 ta videoni olishimiz kerak, reelsni. Tushunyapsizmi? Biz o'zimizga erishish mumkin bo'lgan vazifani qo'ydik. Bizga revelning joyida bu nimaga bizga muhim? O'zi lичный brend nimaga muhim? Bu sizni mashhurligingizni yoki sizni ekspertligingizni boshqa odamlarga olib chiqib beradigan показатель desa ham bo'ladi. Va bu biz uchun nimaga muhim bo'lishi mumkin? Agar siz o'zingizning tovaringizni yoki o'zingizning produktingizni rivojlantirsangiz, bu sizga ko'p mijoz olib keladi. Endi bizga bu nima uchun muhim? Bu mijoz sifatida muhim. Mijoz. Va time bound muddat. Biz o'zimizga qancha muddat berdik? Bir oyning ichida 30 kun. Va shu действияlarni qilgandan keyin biz o'zimizga konkretniy kun ajallaymiz. Bir haftaning ichida 3 ta yoki 4 ta reels olish kerak. Bir haftaning ichida emas, bir haftaning ichidagi bir kunning ichida. Tushunishingiz uchun. Chunki bir kunning ichida siz bitta vazifangizni, bir haftalik vazifangizni bitirsangiz, boshqa 6 kun siz kallangizda yangi ideyalarni yaratib yurishingiz mumkin. Do'stlar, men umiddaman sizlarga shu video yoqdi. Bu videoning yakuni. O'shanga podpiska bilan like-ni bosorsangiz menga juda приятный bo'lardi, chunki bu shunaqa menga birinchi bor experience bo'lyapti, opit menda bunaqa katta metrajli YouTube rolik qilish. O'shanga do'stlar, umiddaman sizlarga bu narsa yoqdi. Iltimos menga podpiska bo'linglar, чтобы keyingi safar kontentlar juda qiziqarli va sifatli chiqishi uchun. Hammaga rahmat, hammaga omad. O'sishdan to'xtamanglar.